mazasi tagiga cho'kyapti. Mana ko'ringlar. Sariq yog'i boshqa bo'ldi, natijasi boshqa bo'ldi. Hozir ajratib olamiz, ko'rsatamiz sizlarga. Bismillahirrohmanirrohim, barakasini bersin. Ashqaqa chiroyli ob-havoda yomg'ir ishlatiladi. Oshxonada ishlaymiz. Ana ko'ringlar, ana shu sariq yog' oldik, ana tabiiy. Ana so'raganlar uchun javob beramiz ularga. Ana shu paxtagul kosa, paxtagul kosa bilan 3 kosa qaymoq edi. Ana ko'ringlar, bankacha, o'sha bankani o'zidan 240 minus qilamiz. Ana 0 qildik. Ana 0 deganimizdan 313 gram tabiiy sariq yog' oldik. Bunga yoqqan videomiz like'lar bosib, kommentariylarga yozib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Sog' va salomat bo'linglar. Kanalimizga kirib videolarni ko'rib boringlar. Undanda qiziq videolarimiz oldinda. Men sizlar bilan xayrlashmayman. Kelgusi videolarimizda uchrashguncha deb qolaman. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Tez-tez narsa o'ylaymiz. Xonadonni ko'rdingmi? Allohning o'zi yomon kelganlar. Albatta qaraylar, yomg'irni mazza, juda mazza. Buni qancha ko'p-ko'p charchamaymiz. Sizlarga mana shu yaxshi niyatlarni tilaymiz. Sizlarni pishringlar, oilalarni sevinglar. Bolalaringiz mazza qilib yesin. Hozir endi tayyorlagan sariyog'imizga ana ko'ringlar, sariyog'ga qanaqa chiroyli ana qavurdim. Yana pirpirovalar qo'shdim. Kartoshkani sariq yoqqa qovurdim, qaranglar. Turibmi? Like, подписка, obuna bo'linglar.